Urganch shahrining elitli ko'chalaridan birida hovli-joy olishni niyat etib qo'ygan yurtdoshlarimiz uchun zo'r taklifimiz bor. Ko'rib turgan joyingiz, bayon tarafimiz ko'rishingiz mumkin. Aeroport, ya'ni Al-Xorazmiy ko'chadan Tatuni doğrusundan girib kelsa, polni hovli-joylar mer elitli tip taxlangan to'g'rimi? Bayon tarafimiz esa Detskiy Bonesiyandan girib keladigan xodlari bor. Polni asfalt etilib turibdi, ko'chaga qaranglar. Eng alamlisi tinchgina ko'cha. Aynan shu yerda mana shu ko'rib turgan hovli joylaringiz sotiladi. Qisqa qilib xalqni dilida tushuntirganda, Allohning aytgan ko'na joy ekan, shu yetilib solingan, yana sotib chiqqan. Joyning sifatini o'zingiz ko'rasizlardan, bahosini baravarasida ko'rib turganingizdek baland etib taxlangan. 2 etaj bo'ladi, plus podvali 3 etaj desak ham bo'ladi. Sababi podvalining balandligini o'zi 3-10 metr deb tutdilar. Xullas ko'rasizlardan o'zingiz bahosini baravarasizlar. Hovli joyimizning oldi qismini keladigan bo'lsak, qaranglar, yana polni bellar beton etib taxlangan, garajlari tushgan, zinalari, balkonlar hamma narsasi taxlanib turibdi. Eng keraklisi bo'lgan Xorazmda hozir muammo bo'lib turgan narsalardan biri kanalizatsiya to'g'ri. Darrov to'liq qiladi. Bu ikki joyimiz sentralniy kanalizatsiyaga ulangan. Ko'rib turganingizdek, bu ikki joyimiz ko'chaga qarab tushgan bo'lsa, orqa tarafida yana ikki joyimiz bor. Ya'ni 4tasi sotiladi. Bu ko'rib turganingizni kvadrat metri 125 kvadrat metr bo'ladi. Polni pishgan karushdan solingan, plitalar bilan bostirilgan, gazdan, svetdan, suvdan, kanalizatsiyadan ham muammosi yo'q. To'g'ri kelasizdan o'zi esa yoqadan remontda taxlab, hazzatib yashayverasiz. Garaj ham badaji. Hozirgi kunda yani garaj muammo-ku, bu yerda garaj ham tushirilgan, balandlik esa 3-10 etib qoldirilgan. Zo'r-ku, to'g'rimi? И plus joyning ichidan polni podval ochishadigan joylari bor. Podval ochishgan vaqtda yana 2-3 xonasi bor. Ya'ni u degani siz xohlasangiz trenajyorniy zal, namozxonani ham podvalda taxlab chiroylatib qo'ysangiz bo'ladi. Sababi podvalni o'zi ham 1 etajlab giradigan bo'lsa, 3 etajli shunday katta hovli joy bo'ladi. Eng zo'r joyi ko'pchilik yana tayyor joy chiqarsak, remontni yana bunday o'pdi, bunday o'pdi, bunday o'pdi deb o'tiraveradi. Bu yerda unday demaydi. Nechun desa o'zini ko'nglini xos etib taxlayveradi. Planirovkasini keladigan bo'lsak, hozir ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, Google'da joylashgan oladigan bo'lsangiz, qaranglar, bu yerda zeleniy zona uchun joylari bor. Bu yerga mashina parkovka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz garajga qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Endi esa joyning planirovkasini ko'rib chiqamiz. Hovli joyimizga kirib kelaverishda shunday kattagina hovli kutib oladi. Qaranglar, balandligi 3,5 metr uyni. Izzat yashaysiz, to'g'rimi? Eng zo'r joyi sovuqdan chiqib turibdi. Polni elektromontajlari qilingan, oynalar ham ustanovka qilingan, akvani ham sifatlisi bo'ladi. 7lik ramlari, xullas hazzatib yashayverasizlar deyman-ku. Keyin aytganimdek, joy polni pishgan karushdan taxlangan, ko'rib turganingiz 100% pishgan karush. Eng keraklisi shu-ku, to'g'rimi? Giraverishda shunday katta hol, shu holdan to'g'ri chap qo'la kiradigan bo'lsangiz, o'zini kattagina zali tushgan bo'ladi. Zalni durishini qaranglar. Hozirgi kunda lekin to'g'risi yetadi shunday hovlilar. Yani avvalgi ota-bobolarimizni bilasizlar, zalni o'zi chistiyan stadion edi, lekin hozir ko'rib turganingiz yana shunday kengina qoldirilgan. Bu ko'rib turganingiz zali bo'ladi. Ko'chaga qarab shunday 3 dona katta oynasi tushirilgan bo'ladi. Hovli joyini ko'rib turibsizlar. Zaldan chiqasizlardan to'g'ri to'ra o'tadigan bo'lsangizlar, o'ng qo'limizda birinchi o'zlarimizda sanuzel joylashgan bo'ladi. Ranglar sanuzellar ham balandgina taxlangan, o'zingiz ham moslatib, remont etib foydalanasiz. Sanuzeldan chiqadigan bo'lsak, oshxonamiz joylashgan bo'ladi. Oshxona normalniy qilingan. Kichkina emas, domam katta emas, lekin ko'rib turganingizdek balandligi 3,5 metr, polni sovuqdan chiqib turibdi, to'qlari tushirilgan. Ko'rib turganingizdek aynan shu yerning o'zida bizning zinamiz joylashgan bo'ladi. Ya'ni 2-etajga chiqaverish plus aytib o'tganimning podvalan polni uyning ichidan kirib chiqsangizlar bo'ladi. Aynan shu lestitsaning yanında 1-etajni spalnisi joylashgan bo'ladi. Endi uyda ota-onangiz bo'lsa, dapaga chiqib tushmakka qiynaladigan bo'lsa, yana 1-etajning o'zida spalni qoldirilgan. 2-etajdan planirovkasi 1-etajnikidan bo'ladi. Ya'ni chiqasiz, kattagina hol joylashgan bo'ladi. Holning o'zida balkon ham bor, oynalari, eshiklar hammasi akva eshiklari ustanovka qilingan, sovuqdan chiqqan elektrik ishlari qilingan bo'ladi. Shuni yonginasida esa ko'rib turganingizdek, yana kattagina o'zini zali bo'ladi. Zal ham 3 ta oynasi qarat tutdi, yappa-yoqda bo'ladi. Xullas aytaman-ku, bu yerni endi remontini o'zingiz ham moslab bosib beraverasiz. Muammo bo'lmaydi. Aynan shu zaldan chiqib keladigan bo'lsak, to'g'ri shu aytganimning 1-etajdagidan ko'ring bo'ladi. Ya'ni bu tarafimizda 2-etajning o'zini sanuzeli bo'ladi. Shuni yonginasida oshxonaning o'rnina ko'rib turganingizdek, bir spalni tushgan bo'ladi. Вообще zo'r-ku. Polni oynasida yana yaxtalar kelib turadi. Bu tarafingizda yana shahar ko'rinib turadi.
Bu görgəningiz ikkinchi etajning birinchi spalnisi bo'ladi. Ikkinchi spalnis ham yonginasida joylashgan bo'ladi. Gengina etib xonalar qoldirilgan. Bellardan polniy monoliz etib to'xlab beraman deb tutdi. Quruvchining o'zi, ya'ni ustunda galasiz, narxini galashasiz, ozgina bir taxlanadigan joylari bor. Misol, uborkasi ko'rib tursiz. Yerlarni hammasini taxlab, shu olgan odamni o'zini ko'nglini tirsatib, sen rozi, men rozi etib, hamma narsasini taxlab beraman deb tutdilar. Birinchi etaj, ikkinchi etajning planirovkasini ko'rdingizda, hamma narsasi akkuratli taxlangan. Endi esa podvalni ko'ramiz. Podvalning eng zo'r tarafi oldi qismida garaj etib qoldirilgan bo'lsa, uyning ichida aytib o'tganimdek, xohlasangizda sport zal, xohlasangizda namozxona etib taxlab qo'yishingiz uchun shunday etib, akkuratli etib, gengina etib zinalardan tushasizlar. Podval qismi ham где-то bir balandligi 3 metr yoki 3.10 metr bo'ladi. Hozir endi bu yerda sal bardakroq, lekin kelib foydalansangiz bo'ladi. Bu yon tarafida bir xona tushgan bo'ladi podvalda, i plus bu yerda yana kattagina bir xonasi tushgan. Endi qiziqli yerni qaranglar. Bu yoqda yana bir xonasi bor. Sanat tutmasa podvalning o'zidan уже 3 bo'ldi, i plus garajning o'zi bilan yana 4 dona kattagina o'zining xonasi bo'ladi. Qaranglar, garaj o'zining ishini aytadi, plus bu yon tarafimiz zötib qo'ysangizlar, misol sport zal etib qo'ysangizlar ham bo'laveradi. Oynalari bor. Qaranglar, yana ko'chaga qarab turgan oynalari bor. Balandligi mana ko'rsizlar, qo'l yetmaydi o'sha balandligini. Bir 3 metr yo 3.10 metr bor dedilar. Polni beram sovuqdan chiqqan, elektrik ishlari qilingan bo'ladi podvalda. Bu yerdan bir xonasi bor. Bu yer ham kengina. Ko'ringlar, namozxona etib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bu yerda sport zal plus bu yon tarafimizda esa endi bir hovli joyda yashandan keyin kladovka kerak bo'ladi. Bu yerni kladovka etib qo'ysangiz ham bo'ladi yana. Bu yer ham dimom keng emas, dimom kichkina emas. Aynan shu yerdan ko'rib turganingizdek, orqa tarafa xota bor. Endi dum ullu emas, prosta shamol olanish uchun bu yerda xot qoldirilgan. Mangalni amallasa bo'ladi xullas. Mangalni qo'yasizlar, uyingizdagilar shashlikni pishirib, bu yerdan uzatib beraverasiz. Xudo xolasa, hazzatib yashaydigan hovli joylardan biri bo'ladi. Podval qismini ko'rib tursa, endi faraz etinglar, cho'tkatib remont etdingizda, hazzatib kirib chiqib yursizlar. No komfort kerak bo'lsa, hamma narsani taxlab qo'yasizlar. Podval qismi, ya'ni fundamenti polniy so'kinli blokdan taxlangan, ya'ni mustahkam bo'ladi. Pishgan karushdan solingan, hovli joyimiz ham hovli joy. Oynalarini ham zo'r etib 7likdan taxlaganlar. Bu ko'rganingiz ko'chaga qarab turgan ikki hovli joyimizni planirovkasi to'g'ri shunday bo'ladi. Kattalik ham hamma narsasi shunday. Endi esa orqa tarafdagi ikki joyni ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganingiz hozir birinchi ko'rsatgan yo'lga qarab turgan ikki hovli joyimiz bo'ladi. Shuni yonida shunday zeleniy zonasi qoldirilgan. Plus bedam yana ko'rib turganingiz polniy stashkatib, tattakizatib yo'l tushgan bo'ladi. Aynan shu yo'ldan kirib keladigan bo'lsangiz, mashina ko'rib turganingiz bemalol kirib chiqadi. Bedam ikki dona kattagina hovli joyimiz tushgan bo'ladi. Planirovkasi bir xil, lekin kvadratında raznisasi bor. Ya'ni bu salgina kichkinaroq kvadraturada chiqqan. Pulundan shunga loyiq narxi pasayadi. Bemalol kelib ko'rib o'zingiz xarid qilaverasiz. Aytaman, bu balo deyina, bu uyni durishini qaranglar. 3 etaj desek ham bo'ladi. Bu yerda garaji tushirilgan, zinalari taxlangan, ikki dona hovli joyimiz orqa tarafi, ya'ni yon tarafina tushgan bo'ladi. Birini planirovkasini ham ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ham biriniki bir xil. O'zingiz ko'rasizlar, qaysi birisi yoqadigan bo'lsa, yo misol qaysi birisini puli to'g'ri keladigan bo'lsa, bosib beraverasizlar, keyin astan remont nasirtirib beraverasiz. Bu hovli joyimiz ham to'liq pishgan karushdan, so'kinli blokdan, hamma oynalari bir xil etib, bu yon tarafdagi hovli joyi bilan sifat bo'yicha bemalol bellashaveradi. Podvaldan bemalol foydalansizlar. Balandligi bir xil 3.5 metrdan chiqqan bo'ladi. Xullas, galingni ichanda bir qisqartib ko'rsatib o'tamiz. Sababi birinchi ko'rsatgan hovli joyimiz bilan bir xil, prosta ozgina razmeri kichkinaroq bo'ladi. Yana ko'rib turganlaringizdek, bu hovli joyimiz ham kiraverishda hol qismi bo'ladi. Uje birinchiga qaraganda kichaygan. Aynan shu holning yonida zali bo'ladi. Zaldan uje salgina razmeri kichaygan, lekin kichayganda ham bilan dumon kichkina emas. Bemalol o'zingiz kirib chiqib yursangiz bo'ladi. Bir joyi bor, shuni yoddan chiqarmanglar. Ya'ni, misol hozir kvartira olaman desangiz ham shunday korobka holatida kvadrat ichchason bo'lib ketadi. Bir hisoblanglar. Dokumenti tayyor bo'lsa, ham shu svetlari, nalari tayyor bo'lsa, kvadraturasi kami 6-7 million so'mdan chiqadi. Ya'ni kvartiraniki. Lekin bu yerda ko'rib turganingizdek,
Masalan, 125 kvadrat. Bu her bir etajı 125 kvadrat. Bunu 3 etajda bir hesaplasanız 2 kvadrat bo'lib ketadi. Shuncha joy. Bedam to'shishning sanuzel tushgan, bu yerda yana oshxonasi bo'ladi. Oshxonaning o'zini kattagina akva eshiklari, oynalari tushgan. Ya'ni orqa tarafga chiqasiz. Orqa tarafda mulla emas, havo aylanish uchun joylari qoldirilgan. Mangal bemalol sig'adi. Mangalda pishirasizlar, yana shu oshxonada stol kursilarni qo'yib bersangizlar, zat oilali yeb ichaverasizlar. Plus birinchi etajning o'zini spalnisi bo'ladi, ikkinchi etajga chiqish zinalari bo'ladi, ikkinchi etaj ham to'shni shu birinchi etajning planirovkasida bo'ladi. Ya'ni aytib o'tganimning birinchi ko'rsatgan hovli joyimizni salgina kichkinaroq varianti bo'ladi. Yani masalan, men pulim kamroq edi, budjetliroq varianti yo'qmi desangizlar, buni taklif etamiz. To'shni bundan 2 danasi hozirda sotuvda turibdi. Xullas, hovli joyini ko'rib do'stlar. Qurilishi bo'yicha xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Sababi polni pishgan karishdan taxlangan so'kilni blok sistemi, gaz sistemi, kanalizatsiya sistemi hamma narsasi taq turibdi. Remontni testdan azatib yashayverasizlar. Narxini keladigan bo'lsak, bu ko'rib turganingiz, ya'ni birinchi ko'rsatgan hovli joylarimizning narxini $80,000 deb tutdilar. Orqa tarafdagi kichkinaroq variantini esa $65,000 deb tutdilar, ustida kelishib beriladi. Egalarning nomerlarini qoldiramiz, to'g'ri ega bilan kelishasizlar. O'rtada ya makler sakler biza aralashmaymiz, prosta sizlarga shunday ajoyib uylarni ko'rsatib beramiz, uyning egasini qo'yamiz, o'zingiz so'zlashasizlar, xarid qilib hazzatib yashayverasizlar. Manzilni boshida aytib o'tdim, qaranglar, bu yerdan kirib keladigan bo'lsangizlar, Al-Xorazmiy ko'cha, ya'ni aeroportskiy Tatuni to'g'risidan kirib kelasizlar, shunday asfalt ko'chadan kirib kelasizlar. Elitni rayon, yana bir o'g'irdi, sag'irdi yo'q, yana tinchgina ko'cha, hazzatib yashayverasizlar. Bu yon tarafim детский больницаdan ham kirib keladigan proxodlari bor. Endi hozir aytishlaringiz mumkin, buni remontini shuncha pul ketadi. Yo'q. Hozir bir oddiy joy o'rnini olaman desangizlar ham, joy o'rnini o'zi falon $1000 bo'lib yotibdi Urganch shahrida. Shuning uchun bu yerlardan hisob olib, o'zingiz ko'rib, misol egasining nomerini qoldiramiz, kelishasizlar, xarid qilib, azzatib yashash sizga nasib etsin.